maqsad qanchalik aniq bo'lsa, harakat shunchalik tezlashadi. O'z grammatika General Englishga kiradi deb olsak, grammatika hamma narsani tagiga yotadigan narsa. Motivatsiya izlamaslik kerak hech narsada. Internetdan shunchaki olib ko'chirish oson hozirgi o'quvchilar uchun. Bitta kemadamiz. IELTSga suzib borishimiz kerak. Yaxshi natijali suzib borishimiz kerak. Kamida ertalab 6 da turish. Qattiqqo'llik, nazorat qattiq bo'ladigan joyda natijalar yaxshi bo'lishini ko'rib kelganmiz narsalar. Assalomu alaykum Winners Academy kuzatuvchilari. Bugungi podkastimizning mehmoni ilk urishdayoq IELTSdan 8 ballni qo'lga kiritgan Azizxon Isroilxonov bo'ladilar. Assalomu alaykum Aziz. Assalomu alaykum Maftun opa. Avvalambor taklif uchun rahmat. Rahmat kattakon sizga ham. Demak do'stlar, bugun biz siz bilan Azizxon Isroilxonovning aynan ilk urishdayoq IELTSdan 8 ballni qanday qilib qo'lga kiritganliklari va bu natijaga qanday erishganliklari, ularning hayot yo'llari haqida keling batafsil bilib olamiz. Aziz, hozirda hamma uchun qiziqarli bo'lib turib avjiga chiqqan savollardan bittasi, umuman siz kimsiz? Ya'ni Azizxon Isroilxonov kim? U necha yoshda yoki qaysi institut talabasi? Keling shu haqida qisqacha bir aytib o'tsangiz. Ismim Azizxon, yoshim 20 da. Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filialining 4-bosqich talabasi bo'laman. Aha. Aziz, nima deb o'ylaysiz? Juda ham ko'pchilik, masalan, IELTS 8 bu juda ham katta bir natijada o'zi aslida ilk urishdayoq. Bu juda ham ajoyib bir natija. Juda ham ko'pchilik yuqori natija oladigan o'quvchilardan har doim biz qiziqamiz. O'zi aynan ingliz tiliga qiziqish nimadan boshlangan, qayerdan boshlangan? To'g'risini aytsam, yoshligimdan xalqaro elchi bo'lishni orzu qilganman. Shuning uchun endi o'sha paytda xalqaro deganda faqatgina ingliz tili kelgan va shu sababli ingliz tilini boshlaganman. Ya'ni shu narsa turtki bo'lgan, Ha. Albatta. Menimcha hammamizga kerak, o'zi yoshligimizda hammani o'zi qalb kasbi bo'ladi-ku, orzusidagi kasb. Masalan, men yoshligimda prezident bo'laman dedim. Xo'p, demak, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, Aziz, imtihon jarayoni haqida suhbatlashsak. Imtihonda o'zingiz kutgan savollar tushdimi? Ya'ni tayyorgarlik ko'rib yurgan yoki umuman boshqa sferadagi savollar tushdimi? Shu haqida bir qisqacha aytib o'tsangiz. To'g'risini aytsam, listening va reading sectionlarida o'zimiz ishlab yurgan, formatni o'zi tushungandik biz. Dars mobaynida bizga berilgan materiallar juda qo'l keldi. Va lekin listening sectionda bitta oldin yechmagan savol turi tushdi va o'shani bozgani chalg'idik. Demak, qolganlari ha. O'zi reading ham 9 chiqqan, listening 8. Adashmasam 8, yaxshi. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Masalan, o'zingiz tengi deylik, umuman sizdan tayyorgarlik ko'rish jarayonida bo'lib yurgan, ya'ni IELTSdan hozirda tayyorgarlik ko'rayotgan o'zingiz tengdoshlaringizga nima maslahat berasiz? Aynan imtihondagi savollar o'xshash bo'lishini kutish kerakmi yoki umuman hamma narsaga tayyor bo'lib kirish kerakmi? Albatta, o'sha oldindan yechib berilgan materiallarga juda katta e'tibor berish kerak. Birinchi o'rinda, chunki IELTS har yildan yilga o'zgaradi deyilgan gap bor, lekin общий masalan savol formati har doim bir xil. Lekin shu bilan birga yangi savol turlariga ham doim tayyor turish kerak ekan. Aziz, keling shu bir narsa haqida juda ham ko'p biz muhokama qilgandik aynan. Winners Academy jamoasi, ya'ni oilasidagi barcha a'zolar ham meni grammatikada pre-IELTSda o'qib yurgan o'quvchilarim ham juda ko'p bir narsaga qiziqishadi. Hayotingizda intizomning o'rni qanday? Ya'ni men bilardimki, sizlar soat 10-11 dan kelib turib, coworking zonda polli tayyorgarlik ko'rib, kechqurun даже soat 10 da ketgan paytlaringiz ham bo'ldi. Men bitta narsa esimda qolgani, juda ham menga bir boshqacha emotsiya bergan jihati shuki, esimda qaysidir bayram edi, Navro'z bayramimidi, Hayit bayramiga to'g'ri kelganmidi, adashmasam Hayit edi. O'sha bayram kunida ham, yakshanba kunida o'sha IELTS guruhimdagi, ya'ni sizlar polli imtihonga tayyorgarlik ko'rdilaringizda, video mesajlar qilishib, ko'rib, dars qilishib, prям bu umuman boshqacha narsada, ya'ni bayram kuni ham ertalab 9 dan kechga 8-9 gacha o'tirib dars qilish, umuman aytsa bularning barchasi ko'z o'ngimizda osonday tuyulishi mumkindir, lekin aslida uni tagida ancha-muncha mehnat yotadi. Shuning uchun bizni ko'pchiligimizni qiziqtirgan savol, hayotingizda intizom o'rni qanaqa? To'g'risini aytadigan bo'lsam, intizom birinchi o'rinda turadi. Chunki любой ish boshlaganda yoki biron nima
o'qish masalasida ham intizom birinchi o'rinda turishi kerak, chunki intizom yo'q joyda yaxshi natija bo'lishi qiyin. Ming talant, ming boshqa narsa bo'lsa ham intizom baribir hamma narsani tagida yotadigan narsa intizom. O'sha hayit kuni, masalan, dars hayit kuni ham biz coworking zonada komanda bor edi. Ya'ni tayyorlanadigan, o'zimiz tayyorlanib yurgan guruhdagi bolalar, qizlar. Boshida tayyorlanishdan oldin hammamiz kelishganmiz. Boshladikmi, Xudo xolasa oxirigacha yetkazamiz. Va o'shanda endi bir-birimizga so'z berdik desa ham bo'ladi-da, что boshqa unaqa bahonalar, unaqa narsalarni polностью yig'ishtirib qo'yib, faqatgina ingliz tili. Ingliz tilini oxirigacha shuni yetkazgancha harakat qilamiz. Juda ham ajoyib. Shunda dars qilish jarayoningizda, ya'ni umuman aytganda, rejim albatta muhim, to'g'rimi? Ha. Ya'ni intizom hayotingizda muhim o'rin egallagan. Ham tibbiyot sohasida, ham ingliz tili sohasida. Yaxshi. Endi keyingi savolimiz, juda ham ko'pchilik bu savolga ham qiziqishadi. Ya'ni bizning kuzatuvchilarimiz, o'quvchilarimiz tomonidan Avtonoba o'quvchisi siri bering, shogirdingiz siri bering deb juda ham ko'p o'quvchilar aytgan. Shunda dars qilish sistemasi qanaqa bo'lgan? Masalan, ertalab 8 dan kechki 8-9 gacha dars qilish bu juda ham zo'riqishga olib kelmadimi? Albatta, agar ertalab 8 dan kechki 8 gacha dars qiladigan bo'lsak, u aniq zo'riqishga olib keladi. Lekin qachonki odamda aniq maqsad bo'lsa, masalan, men keladigan bo'lsa, o'zimga maqsad qo'yganim kamida 7,5, zo'r bo'lsa 8 olamiz deb. Va odam miyasiga shu narsani singdirgandan keyin boshqa variant qolmaydi. Kuniga kamida 4-6 soat albatta ajratish kerak bu narsaga. Qanchalik qiyin bo'lmasin, lekin buni bajarish kerak. Ha. Yaxshi. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, masalan, demak time managementni 4-6 soatlar atrofida to'g'rilab bajargan. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsam, buni menimcha hammamiz uchun qiziq, shaxsan men uchun qiziq. Aynan mana shu natija uchun nimalarni qilmoq qildingiz? Birinchi o'rinda ko'ngil xushliklan. Instagram, Telegram. Endi u ham kiradi, ijtimoiy tarmoq ham kiradi. Yo'q, qizlar emas. Endi o'zi futbol o'ynash juda yaxshi ko'raman. Yoshlikdan futbol akademiyasiga qatnaganmiz va o'sha narsalarni shu IELTS natijamizni olishimiz uchun qurbon qilishga to'g'ri keldi. Birinchi o'rinda futbol, keyin ketdi PlayStation, har xil boshqa anaqalar, o'yinlar. Nima deb o'ylaysiz? Endi boshidagi birinchi, ikkinchi haftada juda qiyin bo'ldi, to'g'risini aytsam. Keyin lekin maqsadimni tushunib yetgandan keyin shuncha harakat bekoriga, zoyiga ketmasin degan narsa уже miyaga joylashgandan keyin naborot osonroq ham bo'ldi. Demak, maqsad qanchalik aniq bo'lsa, harakat shunchalik tezlashadi. Tushunarli. Ya'ni tengdoshlaringizga shu narsani aytgan bo'lardingizki, agar ular chin dildan xohlasa, o'sha chalg'ituvchi narsalardan bemalol voz kechish imkoniyati bor. Bemalol, qachonki maqsad aniq bo'lsa. Chunki har doim masalan reading sectionni ham shuning uchun yaxshi ko'raman. Maqsad aniq, savol bor, matn bor. Shuni ichidan javob topish kerak xolos. Men eslasangiz doim bolalarga aytardim-ku, reading naborot oson. 1 soat qo'llang deb bo'ladi. Isming o'tib ketadi. Isming o'tib ketsa qaytarish qiyin to'g'ri. Ha, tushunarli. Javob uchun rahmat kattakan. IELTSda ingliz tilining o'rni, ya'ni umumiy qilib aytganda, IELTS o'zi aslida o'qish aytadi-ku, IELTS o'qiyapman deydi. Tipa IELTSni kitobda ko'rgandayda, o'zi aslida unaqa emas. Chunki IELTS gacha bo'lgan bir fundament juda ham yaxshi bo'lsa, ya'ni buni men o'qituvchi sifatida aytyapman, fundament yaxshi bo'lsa, shundan so'ng yuqori ball olsa bo'ladi-da. Shuning uchun ham keyingi savolim IELTSda general Englishni yoki umuman grammatikani o'rinlari haqida tushuncha berib o'tsangiz. To'g'risini aytsam, ham grammatika, ham o'z grammatika general Englishga kiradi deb olsak, grammatika hamma narsani tagida yotadigan narsa. Chunki shu grammatikani to'g'ri ishlatish yoki oddiy gap tuzishda xatolik qilmaslik bu ingliz tilining boshlanishi deb hisoblayman. Ya'ni mana shu narsani o'zi ta'kidlab o'tishim ham kerak. Writing bekor 7,5 emasda, 7,5 bu o'quvchilardan tashqari даже IELTS ustozlari uchun ham bir orzudagi gapda. Writing 7,5. Ya'ni mana shu yerda umuman aytsak grammatikaning o'rni qanaqa bo'ldi? Shu oldin aytib ketganimdek, grammatika
to'g'risi hamma narsani fundamenti deb qabul qilganman boshida va to'g'ri boshida ozroq qiyin bo'lgan. Ingliz tilini endi boshlagan paytlarim, lekin buni qanchalik muhimligini tushunib yetgandan keyin xohlasam xohlamasam yaxshi natijaga erishish uchun bu grammatikani suv qilib chiqarish kerakligini tushunib yetganman. Keling, unda sectionlar haqida umuman to'xtalib o'tadigan bo'lsak, IELTS 8, ya'ni overall 8 ball, listeningdan 8, readingdan 9, writing 7,5, speaking 6,5. Har bitta sectionga kiradigan bo'lsak, listeningdan boshlay qolaylik. Listening 8. Aynan nega 8? Chunki mocklarda hammamiz bilamiz, listeningdan 8,5 9dan tushmasdingiz. Aynan qanaqa kamchiliklar bo'ldi deb o'ylaysiz? Part 1, part 2 va part 4 da to'g'risi umuman muammo bo'lmadi. Lekin part 3 ga kelganda ozroq oldin ko'rmagan savol turimiz tushib qoldi. Shuning uchun u mexanizmida qanaqadir uni harflab qo'yilgan. U tanlashimiz kerak edi nom bo'yicha. Va o'shanda ozroq cho'chish bo'ldimi yangi savol turligi uchun. Shuning uchun ozgina chalg'ish sababli shu o'shda ko'proq xato ketdi deb o'ylayman. Lekin hammamiz bilamiz, IELTS ya'ni listeningdan 8 bu juda ham ajoyib bir natija. Tengdoshlaringizga qanaqa maslahat bergan bo'lasiz aynan listeningni oshirish uchun? Birinchi o'rinda listening oshirish uchun Tom Hollandni podkastlarini ko'rishni tavsiya beraman. Chunki ham grammatika, ham pronunciation, fluency juda boshqacha levelda. Demak, shu podkastlar ko'rib, oshirib, qilsa bo'ladi. Ham listening, ham speaking sectionga juda foyda beradi. Shu o'rinda aytmoqchiman, masalan, ko'p o'quvchilarda shunaqa bir kasallik deymanmi, uni bilmayman, tushunmayman. Deylik, ustoz, men bir kunda 5 ta full listening tugatsam deydi. Har kuni 5 tadan tugatsa-yu, lekin uni xatolar ustida ishlamasa, shu haqda nima deysiz listeningda? Grammatikadan keyin keladigan narsa, как fundament qilib oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda grammatika, undan keyin xatolar ustida ishlash deb tushunaman. Chunki odam masalan, nechta material yechishi va qancha vaqt o'tkazishi u muhim emas deb o'ylayman. Masalan, bittagina listening, full listening yechib turib, uni ustida ishlagan 10 ta full listening ishlagandan ko'ra foydaliroq deb tushunaman. Chunki bitta full listeningda nechtadir xato qildim, masalan, uni qayta eshitib, o'sha to'g'ri variantni yoki to'g'ri so'zni eshitmaguncha polностью qaytarib eshitaverish, bu ham analizga olib keladi, ham boy daraja listeningda eshitish darajasini oshiradi deb o'ylayman. Darajasini olib keladi. Keling, unda readingga o'tadigan bo'lsak, reading o'zi zo'r qism, meni eng sevimli, eng yaxshi ko'radigan qismim. Menda ham masalan reading 9 chiqqan. Ilk urinishdayoq. Shunda men har doim o'qishdagi o'zi darsda ham aytardim-ku, reading qo'limizda tayyor turadi. Readingdan 9 olish listeningga qaraganda osonroqdir balki deb doim aytardim. Yuzimizni yorib qilgan holatda readingni 9 urib bergansiz. Shu haqda hammamiz uchun qiziq, ayniqsa bizni universitet akademik kuzatuvchilar uchun shu haqda batafsil aytib bersangiz. Readingga keladigan bo'lsak, shu siz bizga tushuntirishingizdan avval men ham o'ylardim, listening IELTSda eng baland section, qaysi sectionki eng baland ball oladigan section deb o'ylardim. Lekin siz tushuntirib berganingizdan keyin uni anglab yetdimki, shu listening masalan audio o'tib ketishi mumkin. O'tib ketsa, sal endi chalib qolish mumkin, hammamiz odammiz. Ozgina chalib ketsa, uni qaytarish ilojisi yo'q. Lekin readingda 1 soat vaqt, 3 ta matn, savollar, hamma narsa qo'limizda. Uni masalan bitta savolni tushunmadingizmi, keyingi savolga o'tib, bilgan savolingizga o'tib ketib, u juda oson tuyuldi sizni gapingizdan keyin. Keyin o'zim ustimda ishlab, rostdan siz bergan maslahatlarni hammasini qo'llab qilib ko'rgandan keyin tushunib yetdimki, listeningdan ko'ra readingdan ko'proq masalan aniqroq javob topsa bo'ladi. Aziz, bilasiz, har doim darslarda aytib kelganman, reading test is a vocabulary test. Ya'ni readingni yaxshi bajarish uchun eng kamida vocabularysi yaxshi bo'lishi kerak. Shunda nima deb o'ylaysiz? Masalan, juda ham ko'p o'quvchilarimiz bo'ladi, readingdan vocabularysi bo'lmaganligi uchun past baho oladi, past baho oladi. Chunki vocabularyingiz kelmaydi. Shu haqida tushuncha berib o'tsangiz. O'zim uchun readingdagi vocabularyni ikkiga bo'lib olganman, passive va active. Masalan, bironta readingni ishlasam, passive one olaylik. Birinchi o'rinda o'rganish payti hammasini bilmagan so'zlarimni yozib chiqaman.
va o'zim uchun belgilab qo'yaman qaysi so'zlarni ishlatsam bo'ladi, qaysi so'zlarni prosta bilib olishim kerak. Keyingi galda kelganda o'sha so'zni tarjimasini bilaman, lekin ishlata olmasligim mumkin. U passivga kiradi. Ba'zi belgilaganlarim masalan experience bilmayman shu so'zni, lekin bu so'z juda kerakligini shu anaqada tushunaman. O'shani belgilab qo'yaman-da, o'sha belgilaganlarimni keyingi readinglarda ishlatishga harakat qilaman masalan. U ham writing, ham speakingga ham foyda bo'ladi. Shunda o'quvchilarga vocabulary yodlashni shu haqida nimalar deya olasiz? Ya'ni ular juda ham dangasalik qilishadi vocabulary yodlashga. Masalan, readingda 9 olish uchun vocabularyni o'rni qanchalik darajada bo'ladi? Juda katta, to'g'risini aytsam, chunki u vocabulary bo'lmasdan turib readingdan yaxshi ball olish qiyin, to'g'risi. O'zim ham shu narsa bilan masalan duch kelganman shu narsaga. Boshida oddiygina so'zlarni ko'rib ketib, tarjimasini bilmay qolardim. Lekin tanish ko'zga. Uni yodlagandan keyin ham tarjimasini bilish, ham javoblarim to'g'ri chiqishi u motivatsiya berdi shu ko'proq so'zlarni yodlashga. Demak, reading test is a vocabulary test desak bo'ladi. Bo'ladi. Ya'ni shu o'rinda o'zim ham qo'shimcha qilib aytib ketgan bo'lardim. Masalan, men ham yilida eng kamida 50 ta kitob o'qiyman. Shundan deylik 20-25 tasi ingliz tilidagi, ya'ni badiiy kitoblardan iborat bo'lsa, meni ham reading ham mana shu orqali yaxshi chiqqan deb o'ylayman-da, 9 chiqqan. Chunki har safar yangi kitobda o'qigan vaqtimda yangicha so'zlar misol uchun duch kelib qolsam, shuni tarjimasini bilishim kerak-da, u nima bo'layotgan jarayon. Shu uchun bilmagan lug'atlarni yozib o'rganib ketardim. Shuni evaziga readingdan 9 ballni qo'lga kiritganman, birinchi ilk urinishdayoq deb o'ylayman. Demak, shu uchun biz do'stlarimizga, bizni kuzatayotgan aziz kuzatuvchilarimizga bir kichik bir iltimos deymizmi yoki kichik bir maslahatimiz deymizmi, albatta readingdan yaxshi ball, ya'ni yaxshi natija olish uchun albatta vocabularyga katta o'qib berishingiz kerak. Aziz seksiyonlar haqida gaplashayotgandik. Demak, umumiy kichik bir xulosa qiladigan bo'lsak, listening va readingda, ya'ni eng yaxshi ball olish imkoniga ega bo'lgan seksiyonlardan biridir. Demak, readingda asosan vocabularyga urg'u berish kerak, chunki vocabulary yaxshi bo'lsa, comprehension ham yaxshi bo'ladi. Comprehension yaxshi bo'lsa, o'z-o'zidan savollarga javob tez topiladi. Listeningda ham siz aytganingizdek, shu qiziqqan sohaga oid bo'lgan YouTube'lardan podcastlar eshitib turish kerak. Endi keling, writing haqida gaplashsak, chunki writing juda ham ko'pchilikni og'riqli nuqtasi hisoblanadi-da. Ehtimol writingni ilk urinishdayoq 7,5 ball qo'lga kiritish menimcha bu fantastika. Menga shu haqida aytib bersangiz, bu men uchun ham, aziz kuzatuvchilarimiz uchun juda ham qiziq. Writingga keladigan bo'lsak, to'g'risi shu 4 ta section oladigan bo'lsak, listening, reading, writing, speaking eng yomon ko'rganim, eng qiyini, to есть men uchun writing bo'lgan. Shuning uchun eng weak deydi, masalan, eng slabый tomonni ko'proq kuchaytirishga oxirida urg'u berdim. Oxirgi 1 oy полностью shu writingga bag'ishladim. Task 1, task 2 150 ta 250 ta so'z. Kamida o'sha so'zlarni yozishga plan qildim. O'sha yozish anaqasida jarayonida ChatGPT'ni ishlatishga harakat qildim. Chunki mavzu oddiy bo'lib turib, biz bergan ideyalar ham oddiy bo'lib qolsa, bu o'zimga shunaqa qildimki, ballim tushirib yuborishi mumkin dedim. Va oddiy mavzu tushib qolsa ham, uni chiroyliroq boshqacha unique masalan anaqada berish bu ballim oshiradi deb o'zimga singdirdim va har bir mavzuga oid ChatGPTdan ideyalar ko'rdim, yaxshiroqlarini, yomonroqlarini ham ko'rib chiqdim. O'shalarga to'g'ri so'z ishlatishni qildim, ko'rib chiqdim. Aziz, masalan bilasiz, writing haqida gaplashyapmiz. Shu uchun writing haqida to'liqroq kirmasak, aziz kuzatuvchilarimiz bizdan xafa bo'lib qolishi mumkin. Writingda juda ko'pchilikni qiynaydigan narsa time management. Bilasiz, task 1da 150 plus, task 2da 250 plus yozish kerak. Endi shu o'rinda misol uchun mocklardan biz writing tekshiramiz, darslarda writing tekshiramiz-ku. O'quvchilarda 1 soatga berilgan narsani ulgurishmaydi yoki task 2ni bitirib task 1 chala qoladi yoki task 1ni bitirib task 2ni hali endi boshlab qoldirib yuborishadi. O'zi sizda birinchi savolim, qaysi birini boshlashdan maslahat berasiz? Task 1danmi yoki task 2danmi? O'ylaymanki, hamma biladi, task 1ga masalan 30% ball berilsa, 70% task 2ga beriladi. Chunki task 2da mavzu beriladi, uni ochib berishga qarab ball ko'tariladi. Shuning uchun maslahat berardimki, task 2dan boshlash. Mavzu oson, qiyin farqi yo'q, harakat qilib ko'rish kerak baribir. Birinchi 15 minut faqatgina o'sha task 2ga bag'ishlab,
agar o'sha 1 soatni birinchi 5 minutini task 2ni planirovkasiga qilsa, ishlatsa, o'ylaymanki, plan bo'lgan joyda yozish uncha qiyin bo'lmaydi. Ideyalarni ham qo'shib tashlash. Demak, idea generation bo'lishi kerak 5 daqiqa. 5 daqiqa, ha. Endi keyingi savolim time management haqidachi. Masalan, hali endi writing o'rganishga kirishayotgan kuzatuvchilar umuman o'rganuvchilar uchun qanaqa tavsiyalar berasiz? Shu o'zimiz ham shu joyda bo'lganmiz. Masalan, birinchi endi writing boshlaganimizda shu aytib o'tganimdek eng yomon ko'rgan sectionimiz bo'lgan. Hozirgacha ham shunaqa qoladi deb desam aldamagan bo'laman va o'ylaymanki, shu darslarda bizga bergan materiallar, masalan, boshida kirib kelish baribir eng kerakli narsa deb o'ylayman. Ayniqsa, bunaqa qiyin sectionda bizga boshidan bergan materiallaringiz har bir writingni o'z joyida tekshirilishi, masalan, mo'klada ham 1-2 kundan keyin o'sha writingda hammasi tayyor bo'lardi, javoblari. Undan keyingisi analiz. Darslarda har bir yozgan mo'kimizni, har bir yozgan darsda yozgan writing o'zidan yozdirardingiz. O'shalarni joyida hamma xatolarimizni aytib, qaysi joyini kuchaytirish, qaysi joyida masalan yaxshi, qaysi joyini ozgina yaxshilash kerak. O'sha narsalarni aytganingiz ham menimcha juda katta yordam bo'ldi bizga. Demak, har bitta bizga yozib topshirilgan writinglaringizni analiz qilib, sizlarga xatolarni, to'g'ri tomonlarini tahlil qilganimiz ancha foyda berdi. Ko'ryapsizlarmi? Yaxshi, demak, writingda asosan analiz ustida ishlash va juda ham ko'proq yozib, uni tekshirtirish, ya'ni undan naqa olish deydi-ku. Feedback olish asosan eng muhim narsalardan biri. Endi bizni eng sevimli qismimiz speaking. Chunki farzand speaking o'zi buni biz eshitib turgan, biz tanigan kuzatuvchilarimiz, guruhdagi xullas jamoadoshlarimiz hamma bilishadi. Speaking juda ham ajoyib edi. Biz eng kamida ham azdan 7 speaking kutib turgandik, 6,5. Shu yerda masalan hayajon bo'ldimi yoki ekzaminlardagi qanaqadir boshqa bir tushunchalar bo'ldimi? Shular haqida bir tushuntirib bersangiz. To'g'risini aytsam, shu speakingga kirganda отдельный xona bo'ladi. Speakingga kirganda juda o'zimni boshqacha his qildim. Endi birinchi marta bo'lganigami va keyin o'yladimki, sal o'zimni qo'lga olib gapirsam yaxshi bo'lib ketadi deb o'yladim. Part 1, part 2, part 3 da o'zim tayyorlanib yurgan, masalan, darslarda har kuni gapirib yurgan mavzularim tushdi. Chiqqandan keyin o'yladimki, kamida bir 7 ila gapirdim deb o'yladim. Kamida xatolar bo'ldi, to'g'risi. Va menimcha hayajon katta rol o'ynadi, chunki part 2 da 2 minut gapirish kerak, kamida 2 minut gapirish kerak va menga berilganda, varoq berilganda o'yladimki, boyaga narsani yozsam, yozmasam, balim tushib ketadi. Juda ko'p samniyalar bo'ldi, masalan. Va o'sha varog'im qo'liga qaytarib berish payti qo'lim qaltiradi. O'shani o'yladim, sekin ketdi deb o'yladim. Menimcha o'sha yerda kuchli hayajon va ha, shu 6,5 ga sabab bo'ldi. Lekin o'zi aslida speakingdan 6,5 ham juda ham ajoyib ballardan biri hisoblanadi. Chunki hamma biladi, writingdan, speakingdan 6,5 juda ham ko'cha tilida, umuman aytsa bizni IELTS'lar tilida aytadigan bo'lsa, semiz balda. Semiz go'shtligini joyi deb aytaymiz IELTS'lar orasida. Yo, 6,5 juda ham yaxshi. No, haqiqatan demak hayajonni bosib olsa, hayajon katta rol o'ynar ekan. Men shunaqa tushundim. Bilamiz, aziz, oila bu muqaddas. Menimcha hammamiz anglaymiz, bilamiz, his qilamiz. Masalan, bir muvaffaqiyatga erishishda baribir o'zimizdan ham ko'ra oilani ta'siri boshqacha bo'ladi-da. Ya'ni oilani reaksiyasi umuman til bilan ojizda buni tipa express qilib bera olmayman, tasvirlab bera olmayman, ifoda qilib bera olmayman. Shunda nima deb o'ylaysiz? Masalan, muvaffaqiyatingizdagi oilangizning o'rni qanaqa bo'ldi muvaffaqiyatingizda? O'ylaymanki, birinchi o'rinda hamma uchun oila muqaddasdir, to'g'ri, o'zim ham qo'shilaman. Va любой muvaffaqiyatni orqasida oilani supporti, masalan, effortslari, uydagilarni juda katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. Chunki agar uydagilarni ishonchi bo'lmaganda, men buni yarmini ham qila olmasdim deb qilaman, to'g'risi. Ishonch, birinchi o'rinda ishonch. Endi natijangiz chiqqandan keyin oilangiz reaksiyasi haqida bizda bo'lishsangiz. Reaksiya haqida gapiradigan bo'lsak, rezultat chiqdi. Rezultat bizniki nimagadir sal kechikib chiqdi o'sha kuni. Va ozroq hayajon bosdi, chunki qolgan
tanishlarimiz ham bo'ldi. Biz bilan birga topshirgan. Ularniki chiqdi-da, именно biz tayyorlanib yurgan bolalar, qizlarniki sal kechikib chiqdi. Shunda o'yladik, ish qilib boyagi investigation shunaqa narsaga aralashib qolmaganmizmi deb. Keyin chiqqandan keyin u baribir emotsiyalarni hozir gap bilan yetkazib berish qiyin. Ko'z yoshlarim bo'ldi, to'g'risini aytsam, chunki birinchi urinish bo'lgan va o'sha payti rezultat chiqqandan keyin 2 daqiqadan keyinmi xuddi bilgandek dadam telefon qildilar. Nechi bo'ldi deb so'radilar. U payti tomog'im sal bo'g'ilib qolgan, gapirish qiyin, ko'z yosh to'lgan ko'z ichida va o'sha payti zo'rg'a bo'g'ilib bo'lsam aytdim, dada 8 dedim. Dadam ham rosa quvonib ketib, aniqmi? Bir qaytalab ko'r dedi. Ana 6 emasmi? Yo'q, dedim. 8 dedim. Молодец, rosa maqtadilar, Xudoga shukr. Yuzlarini yerga qaratmadim deb o'ylayman, birinchi o'rinda. Va sразу aytdilar, oyingga tez telefon qil dedilar. O'zi uydagilardan boshlamoqchi edim. Dadam telefon qilib qoldilar. Sal o'zimga kelib, keyin telefon qilib aytmoqchi edim-da. Keyin xo'p dada dedim. Sразу oyimga telefon qildim. Oyijon dedim, men 8 dedim. Shu to'g'risini aytsam, bittagina 8 olishimga ishongan, konkretno 8, kamida 8 olishim kerak deb yurgan oyijonim bo'ladilar. Va o'sha paytda aytdim, telefon qilgan payt, oyijon dedim, mana 8 niyat qiluvdiz. Xudoga shukr, duolaringizga rahmat dedim. Eson-omon men 8 ham oldi dedim. Xursand bo'lib ketdim. Juda. Faxrlanish hissiyoti bo'lganda bir otadan, onadan biz bu reaksiyalarni menimcha hech ham unuta olmasak kerak. Natijalar chiqqan vaqtida men o'z reaksiyamni aytib beraman. Qanaqa bo'lgandi, mana dars o'tiribman, bolaga writing tushuntirib beryapman. 12lik IELTS gruppamda, IELTS o'sha guruhdagilar kuzatuvchilarim ham ko'rib, uni tasdiqlashadi o'zlari. Shundoq natija chiqyapti, qo'lim qaltiryapti, sirasi tashqariga chiqyapman. Natija nima bo'ldi deb yozyapman. Natija chiqdi. Keyin opa chiqdi deb anaqa qilyapsiz. Keyin nimadir yozyapsiz. Men umuman miyam to'xtayapti-da, qo'lim qaltiryapti. Shuni tashlayapsiz, shuni ochyapman 8 da. Shunday yig'lab yubordim. IELTS guruhidagi o'quvchilar kulyapti-da, ustoz men yig'laysiz dedi-da. Yo'q, umuman prям boshqacha tasavvur, umuman boshqacha hissiyot. Bu narsani haqiqatan biz aytib bera olmaymiz. Biz bizda yosh bo'lib yig'lab, voice message tashlayapmiz, azizlar birgalikda tabriklab yig'layapmiz-da, men ham yig'layapman. Azizlar, bu xursandchilik-da, haqiqatan xursandchilik. Juda ham xohlayman mana shunaqa damlarimiz, shunaqa emotsiyalarga boy bo'lgan vaziyatlar ko'payishini. Biz har doim sizdan faxrlanib kelganmiz, har doim faxrlanamiz. Xuddi shunday shu o'rinda aytib o'tishim kerak, sizni tarbiya bergan oyijoningizga, dadajoningizga ming rahmatimizni aytamiz. Faqat Windows Academy jamoasi, oilasi va balki biz ustozlar nomidan ham chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz, masalan, oila haqida aytdik, ustozlar reaksiyalari haqida gaplashdik. Haqiqatan ham misol uchun har bitta ustoz, ya'ni men buni ustoz sifatida ayta olaman, har bitta o'quvchisiga, studentiga, shogirdiga 100% darajada ishonadi-da, kutadi-da, rezultat chiqarib beradi deb ishonadi. Qo'ldan keladi deb. Ota-onada ham xuddi shunaqa, shu haqda mana gaplashdik. Endi atrof muhitchi, misol uchun ustozlar ishonish tabiiy holatda, tabiiy jarayondir. Ota-ona farzandiga, o'z farzandiga ishonishi bu ham tabiiy jarayondir. Atrofdagilarchi, deylik, sizni kuzatuvchilar, kursdoshlaringiz bo'lishi mumkin. Umuman jamiyatda sizni taniydigan yoki siz taniydigan insonlarning reaksiyalari qanaqa bo'ldi? Ya'ni imtihoningizdan avval qanaqa bo'ldi va imtihoningizdan keyin? Shu aytib o'tganingizdek, birinchi o'rinda uydagilar va ustozlarning ishonchi birinchi o'rinda. Lekin shu atrof muhitdagilar ham rol o'ynar ekan, to'g'risi. U roli kichkina emas, anchagina katta rol o'ynaydi. Chunki bizda shu aytib ketganingizdek ikkita toifadagi odamlar ham bo'ldi. Ham qo'llab-quvvatlaganlar bo'ldi, ham boyagi sal ishonmasdan nima qilganlar ham bo'ldi. Lekin o'sha ishonmagani uchun ham shular uchun harakat qilish va biron qaysidir natijaga erishish bu undan-da lazzatliroq ekan, to'g'risi. Siz aytganingizdek, ko'proq ishonganlar uchun harakat qilish kerak, ko'proq. Chunki ishonganlardan baribir ishonmaganlardan ishonganlar ko'proq bo'ladi. Ya'ni biz fokusni ishonmaganlarga emas, bizga ishonganlar insonlarga qaratishimiz. Shunaqa. Ya'ni mana shu haqida ham bir aytib o'tmoqchiman. Mendan juda ham ko'p savol tushadi. Endi baribir ham men o'qituvchi ustoz sifatida bo'lsam ham,
o'quvchilarimga kim uchundir opaman, kim uchundir qaysidir misol uchun mendan yoshi kattaroq opalar yoki akalar, studentlar, ustozlar o'qisa, ular uchundir singilman. Mendan juda ko'pchilik so'rashadi-da, Maftun opa, ya'ni o'zlari shaxsiy hayotlarida bo'layotgan muammolar haqida, xullas shu haqida gaplashib, maslahat so'rashadi. Ustoz deydi, nima qilay, mana shunaqa vaziyat deydi, lekin shuni eshitaman, asosan o'smirlarda deb o'ylardim men, yo naborot даже 20 yoshdan oshiqroq katta yigit, katta qizlarga ham hattoki shunaqa muammolar bor ekanda, ishonish, ishonmaslik, ya'ni atrofdagilar ishonadi, ishonmadi. Shunda ham e'tibor qaratdim. Haqiqatan ham bizdagi mentalitetda asosan biz bizga ishonganlardan ko'ra ko'proq ishonmaganlarga e'tibor qaratar ekanmiz. Negativ. Demak, o'sha narsani biz o'zgartirishimiz kerak, mindsetni o'zgartirishimiz kerak. Naborot, bizga ishonmaganlardan ko'ra ishonganlarga ko'proq nazar tashlasak, ularga ko'proq fokusni bersak, haqiqatan ham natijamiz ham yaxshi bo'ladi, hayotimiz ham go'zalroq bo'ladi. Bekorga qarang, 8 olibsiz-da, haqiqatan, chunki sizga agar ishonmaganlarga ko'proq nazar tashlaganingizda, menimcha bu natija bo'lmasdi. Har bitta kichik bir omillar ham sabab bo'lganda. Rahmat kattakon javob uchun. Aziz, menga ko'p o'quvchilar so'rashdi. Masalan, oldingi IELTSdan 7.5 baloga o'quvchilarimdan keyin ham, masalan, ilk kursdayoq 8 olgan o'quvchilarimdan hisoblanasiz. Shunda ko'p o'quvchilar masalan Telegramdan yozishadi, shaxsiydan, Instagramdan yoki darsga keladigan o'quvchilar so'rashadi-da, IELTS, grammatika va boshqa IELTS kursdagi o'quvchilar, ustoz qanaqangidir sirli narsani o'rgatasizmi o'quvchilaringizga deydi. Masalan, shular haqida nima deya olasiz? Misol uchun, qanaqa maslahatlarimiz yoki umuman o'rgatgan texnikalar yoki umuman aytganda nimalar sizga asqotdi? Avvalambor hamma bergan biliminglar imtihonda boricha ishlatishga harakat qildik. 100% dan 100% urishga harakat qildik va skilllarga qarasak ham readingdan 9 dan 9 chiqdi. Va o'ylaymanki, o'sha readingdagi darsda qiladigan tahlilimiz bunda juda katta rol o'ynadi, chunki bizga uyga vazifa berardilar, masalan, bitta full yoki ikkita full ham bergan kunlarimiz bo'lgan. O'shanda 3 ta passage deb hisoblasak, 6 ta passageni darsda qancha vaqt ketsa ham, lekin shuni har bir savolini tahlil bilan o'tkazganimiz o'ylaymanki, birinchi o'rinda foyda berdi. Va undan keyin o'sha readingda masalan passage 1 oddiy, masalan eng osoni 3 ta passagedan passage 1 sanaladi. O'shandan ba'zida 11 ta chiqardi. Endi boshlagan paytimiz 10 ta, 11 ta, 12 ta va o'sha paytlar o'ylardimki, bu yetadi deb o'ylardim. Chunki passage 2, passage 3 da shu yana ozgina olamanda 7,5-8 bo'lsa readingdan wow deb tushunardim o'sha payt. Lekin shu narsani bizga singdirdizki, что 12 ta hali maksimum emas. Chunki passage 1, passage 2, passage 3 hammasidan maksimum urishga harakat qilsak, biz xohlagan natijaga osonroq erishishimiz mumkin. O'sha masalan true false not given olaylik. O'shanda bitta ikkita xato bo'lsa ham, o'shani qayta ishlatib, qaysi joydan olinganini topgunimizcha bizni qo'ya olmasdi, desa bo'ladi uyga. Va o'ylaymanki, o'sha juda katta rol o'ynadi. Ayniqsa shu readingdan 9 chiqishiga. Demak, o'sha vaqtlarda meni yomon ko'rgan bo'lsangiz ham hozir to'g'ri qilib deysizlar-da. Chunki juda ham ko'p o'quvchilarda mana shunaqa holat haqiqatan bo'ladi. Uyga vazifada biz readingdan uyga esa beradigan bo'lsak, deylik, azaytgan ikkita full bo'lsa, bu 6 ta passage. 6 ta passageni har bitta savolni tahlil qilib berishadi-da. Biz buni xonada uyga vazifalarni bittalab tekshiramiz, bittalab tahlilni ko'rib chiqamiz uyga vazifalarni. Sababi internetdan shunchaki olib ko'chirish oson hozirgi o'quvchilar uchun. Va biz shu narsani oldini olish uchun ham har bittasini tahlil qildiramiz. Ya'ni bolalar shunda ustoz bo'ldi, charchadik dedi, majbur qildirib bo'lsa ham shu narsani bajartirardik. Demak, mana aziz kuzatuvchilar, ko'ryapsizki, bekorga emas ekan, bejizga emas ekan. Agar haqiqatan ham yaxshi harakat qilib aytganlarimiz qilsalaringiz, azizga o'xshab turib ilk urinishda ham 8 ball qo'lga kiritasiz. Endi shu o'rinda mana shu tahlil haqida aytdik. Birdaniga shu haqida to'liqroq kirsak, readingda demak tahlil kerakmi? Tahlil va analiz birinchi o'rinda turadigan narsa. Qachonki readingda kelsa, ikkinchi o'rinda o'sha okey bo'ladi. Lekin tahlil o'ylaymanki eng katta faktorlardan, chunki bittasi, chunki hamma xato qiladi. Masalan, hech kim birdaniga ishlab, sразу 13 dan 13 ta topgan joyi yo'q.
o'sha har bir xatoni ustida ishlash o'ylaymanki eng kerakli narsalardan bittasi. Chunki savol formati bir xil Readingda. True false not given, multiple choice va odam bilib olishi kerak birinchi o'rinda o'zi uchun qaysi skillda oqsaydi. Masalan, multiple choice'da ko'plarda menimcha muammo bor va o'sha multiple choice'ni yechish strategiyasini o'rgatganingiz va o'sha tahlilda qanaqa qilib to'g'ri topish, biz esingizda bo'lsa chiqarib tashlash anaqasi bilan chiqarib tashlash usulidan foydalanib o'shani maksimumga yetkazib oldim, to'g'risini aytsam. Shuning uchun analiz juda kerak narsa ekan. O'zi darslarda ham bilinadi, bizda ya'ni umuman darslarda, IELTS darslarda tahlil qilmagan o'quvchilar darsdan chiqarib yuborardik. Ko'rib bittalab ko'rardik, tahlil bo'lmasa darsdan chiqarib yuborardik. Dastlab shunda ham ulgurmadi ustoz va boshqa har qanaqa bahonalar bo'lmasin, majburiy chiqarib yuborardik-da. Shtobi imkoni boricha yaxshiroq ball olishlari uchun. Shuning uchun ham ko'z tegmasin, IELTSda ilk urinishda ham overall 8, ham readingdan 9. Demak, haqiqatan mehnat qilinsa, natijasini olsa bo'ladi. Bo'ladi ham, to'g'ri. Demak, mehnat va yana mehnat. Tagida mehnat. Endi keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, masalan, o'sha reading haqida, listening, writing, speaking haqida umumiy gaplashdik, German English haqida gaplashdik, grammatika haqida gaplashdik. Umuman ta'limda, ya'ni umuman deylik, atrofingizdagilar, guruhdoshlaringizni ta'siri qanaqa bo'ldi? To'g'risini aytsam, o'sha tayyorlanish paytimiz, tayyorlanish sikl deb oladigan bo'lsak, uydagi masalan bolalar bilan yashasam, shu bolalar bilan va ko'chadagi bolalarni ozroq chetga surib turishga to'g'ri keldi. Chunki ingliz tili juda o'ziga fokus jalb qiladigan, faqatgina ingliz tilimi, ingliz tili, tim bo'li IELTS bo'lganda, bor fokusni shu IELTSga berish kerak deb tushundim va o'sha o'zimizning gruppada ingliz tiliga IELTSga tayyorlanib yurgan gruppamizdagi bolalar bilan komanda qilib oldik. Hamma bir kun topshiradigan bo'ldik. Soatlarimiz ham, masalan, speaking soatlarimiz ham ketma-ket qo'yildi. O'sha bolalar, qizlar bilan birga bo'ldikda, общий coworking zonada tayyorlanishni boshladik. O'sha o'zimni yaqin o'rtoqlarim, boyagi institutdagi masalan yoki oddiy ko'chadagi bolalarni sal chetga surish, bu o'ylaymanki foyda berdi. Chunki faqatgina ingliz atmosfera, ingliz tili. Faqat o'shani jalb qilganimizdan keyin foyda bo'ldi deb o'ylayman. Endi shu o'rinda bilasiz, shu jarayonda juda ham ko'p qiziqarli voqealar bo'lgan. Shular haqida bir to'xtalib o'tsak. Albatta, bunaqa voqealar juda ko'p, lekin eng esda qolarlisi bu Hayit bayrami kuni. Endi hamma to'g'ri, masalan, termizliklar bor va boshqa viloyatlardan yoki boshqa rayondan kelib tayyorlanib yurgan bolalar bor edi komandada va o'shalar hamma narsadan kechib o'sha kuni ertalab soat 8 da yig'ilganmiz. Coworking zone kaliti bizda bo'lardi. Sizdan so'rab olganmiz, iltimos qilib. O'sha IELTSga tayyorgarlik jarayoni o'sha payti. Keyin o'sha kuni ertalab kalt menda turardi. Va hammaga tayinlagandim, bir kun oldin kelamiz, shu hech kim 8 dan kechikmasin. Endi u payti bilmadim, hamma 8 da kelishini va shu 8 dan примерно 10-15 minut kechikib keldim. Borsam, hamma tizilib turibdi. Eshikning tagida kalit kutib hamma turgan ekan. Hozirgi kecha deydi 8 da so'z beruvdik, hamma birga kelamiz. Ha dedim, bo'ldi, ketdik dedim. O'sha kuni mock qilganmiz, o'zimiz mock o'tkazganmiz. Maftun opadan materiallarni so'radik. Iltimos qildik, Maftun opa shu materialni tashlab bering. Biz o'zimiz writing, speaking, listening va speaking, reading, listening va writing o'zimiz yechib ko'ramiz, sizga javoblarni tashlab beramiz dedik. Maftun opaga rahmat, answer sheet, даже answer sheetigacha tashlab berdilar. O'sha kuni ham speakingni o'zim oldim, ham Farzona, Shahzoda, Mahliyo, Umidjon, Sherzod, Sherxon, Otajon, Adham, Joni, hammamiz shu bitta komanda bo'lib, Joni, Jasurbek hamma bor edi. Kimdir esimdan chiqqan bo'lsa, uzr. Va hammamiz yig'ilib o'sha kuni mock o'tkazganmiz. Sizga natijalarni tashlab berdik. Sizdan rosa xursand bo'ldik. Video hamma narsani tashlab berdik Maftun opaga. Mana Maftun opa rostdan keldik, mana mock o'tkazdik deb. Va o'sha paytlari eng o'sha tayyorlanib yurgan komandamizning bitta narsasi bor, shu Umidjon
har kirib kelganda, masalan, institutda o'qiydi, tibbiyot akademiyasida 3-kurs, 3-bosqich talabasi. Har kirib kelganda kulgi bilan kutib olardik uni, chunki har kirganda "Hey guys" deb qo'lini juda chiroyli qilib qilardi. Va o'ylaymanki, eng esda qolarli va quvonchli momentlardan bittasi bo'lgan shular. Menga ham Umid ancha o'rgatib qoldi o'sha men oldin "Hey guys" deb kiram, yo deb sizlar To'g'ri, "Hey guys". "Hey guys" deb o'sha kirib kelish menga ham tipa odat bo'lib qoldi. Keyin Jonidan so'zilgan 100 talik, 100 talik va shunaqa narsalar. Yo, haqiqatan ham qiziqarli voqealar bo'lganini ayni o'sha vaqtda Hayit bayramida menga shu video сообщение yuborgan vaziyatlaringizda men uni Instagram sahifamga ham joylagandim, Proud of you guys deb. Shu vaziyatda shunaqangi ko'p SMSlar, ko'p xabarlar kelganda, Telegram blog kanalimga ham qo'ygan vaqtimda juda ham ko'p kommentariy kelganda, Hayit bayramida ya debdi. O'sha vaziyatlardan уже nima deydi, bola boshidan ma'lum deganda, masalan, haqiqatan o'sha guruhda 100% natija chiqdi-da. Shunaqa. Hamma 100% oldi. Turov Umidjonga esa uni tasvirlash, tipa nima deydi, ekspress qilish, ifoda qilish qiyin. Haqiqatan ham hammamiz kayfiyatimizni ko'tarib, ustozi anaqa qiling, bunaqa deb man sog'liq, nima desam-kin, sog'liq temasida ham, dars jarayonlarida ham ustoz o'zingiz ehtiyot qiling, siz bilasizmi yosh avlodga qanchalik keraksiz deb umuman kayfiyatni doim ko'tarib yuradigan o'qishlarimizdan bittasi bo'lganlar. Nasib Xudo xolasa, hali keyingi podkastlarimizda barcha bilan birgalikda ajoyib bir podkast olish niyatidamiz. Bizni kuzatishda davom etsangiz xursand bo'lgan bo'lardik. Va yana bir qiziqarli voqea esga tushib qoldi. Bu biz o'sha tayyorlanib yurgan gruppamizga bog'liq. Bir kun Shahzoda degan qiz bor gruppada. O'sha qiz tayyorlanib yurgan paytimiz keldida, Aziz aka dedi, shu mokdan dedi, sizdan balon olaman dedi. Listeningdan, faqat listening. Sizdan balon olaman va kamida 8 olaman dedi. Xo'p dedim, endi to'g'ri xursand bo'laman mendan balon olsa, lekin 8 olishingiz qiyinroq dedim. O'sha payt sal uncha tayyorgarligimiz uncha yaxshi emas edi. 8 olishingiz qiyin dedim. Ketdi mana garov dedi. Agar 8 dan kam olsam, sizlarga polni mashda tayyorlanib yurganlarga osh mendan dedi. O'zim qo'limdan osh qilib beraman dedi. Mayli dedim. Agar siz yutqizsangiz dedi, butun gruppani biron joyga olib borasiz dedi. Mayli dedim. Keyingi kuni mokimiz edi. Keyingi kuni mok o'tdi va 2 kundan keyin natijalar chiqdi. Natijani hammamiz o'sha coworking zonada kaltini sizlardan so'rardik, siz berib turardinglar. O'tirganda hammamiz hayajon bilan endi boyaga chiqishini kutib, natija chiqdi. Hammamiz sразу Shahzodaniga qaraganmiz. 7,5 chiqdi. Ozgina yetmagan va o'shanda shunaqa turdi. Sразу turib, Aziz aka dedi, bo'ldi, va'da dedi. Xudo imtihonga faqat kirib chiqinglar dedi, eson-omon. Sal stress qo'yib yuboringlar va o'shanda mazza qilib o'tirib, o'zim chiroyli pishirib kelaman dedi. Imtihonimiz o'tdi, speaking imtihon boshqa kun bo'ldi, speakingdan ham o'tdi va 2 kundan keyin bolalarni yig'dim, hamma boshqa tayyorlanib yurganlarni yig'ib, bitta joyga o'tirdik. Hali hech kimga aytmadim. Shahzoda boyaga osh olib keladi. Hali hech kimga aytmagandim. Nima bo'ldi Aziz aka, tinchlikmi? Hamma o'tirganda Shahzoda osh olib keldi. Hammaga turib aytdim. Esinglardan mana dedim, garov o'ynagandik, men yutqizdi va adam sразу bajardi. Va'dasi turdi. Shunaqa juda xursand bo'ldim. Mazza qilib o'tirdik. U gaplashib, nima, har xil xursandchilik, boyagi narsalarni almashib, experience almashib juda mazza qildik. Konteynerlarga даже menga ham olib kelishgan ekan. Biz ham yeb ko'rdik, rostdan ajoyib, rostdan zo'r. Juda shirin chiqqan rostdan. Video rasmlarni shu Telegram blogimga men tashlaganman. Hamma so'raydi-da, bular qanaqa gruppa, bular bir-biri bilan shunchalik yaqinmi-da, biz bitta oilamiz deb aytadi. Shunaqa aka-singil bo'lib ketuvdik уже u tayyorlanish payti. Umuman xafagarchilik hech narsa bo'lmasdi. To'g'ri, tayyorgarlik payti men o'rgatardim. Endi o'zim ham zo'r bilmasam ham, lekin bunaqa oson narsalarda xato qilishsa, har doim hech qachon yo'q demaganman. So'rab kelishsa, savollari bo'lsa, o'zim ham boshidan aytganman, agar bironta savol yoki qiynalgan joyinglar bo'lsa, sразу kelib so'ranglar, biz problem o'rgataman deganman. Va o'sha payti masalan bitta narsani 2-3 marta tushuntirganimda to'g'risi sal jahl chiqish vaziyatlari ham bo'lgan. Boshida hammaga tushuntirganman, xafa bo'lish kerak emas, u jarayon, shunaqa yig'i-sig'i hamma narsa bo'ladi, lekin shuni oxirida Xudo xolasa zo'r natijalar kutib turibdi bizda deb tushuntirardim ularga.
yaxshi. Endi shunda o'z o'rnida listening haqida gaplashdik, har bitta section haqida gaplashdik va jamoa haqida gaplashdik. Demak, jamoaning ham, ya'ni guruhdoshlarning ham pozitsiyasi katta, Katta, to'g'rimi? juda katta. Ta'siri, bir-biri bilan kelishib ketish, jarayon juda darajada muhim. Boshida endi baribir hammaning o'zining xarakteri bor. Ba'zida tushmasdi. Endi 8-10 kishi bo'lib tayyorlanardik biz. Bittasiniki unaqa, bittasiniki bunaqa. Masalan, sal to'g'ri kelib qolmasligi vaziyatlar ham bo'lgan. Lekin boshidan hammaga tushuntirganman. Uje tayyorlanishni boshladikmi? Bitta komandamiz birinchi o'rinda, oilamiz. Uje как aka-singil bir-birlariga umuman unaqa janjal, Xudoga shukr, bitta ham bo'lmadi. Chunki hammaga to'g'ri yetkazildi u narsa. Bitta kemadamiz, tasavvur qilib tushuntirib berdim. Bitta kemadamiz. IELTSga suzib borishimiz kerak. Yaxshi natijalar suzib borishimiz kerak edi. Hammasi tushundi, hammasi bo'ldi aka dedi. Xudo xolasa biz hech narsa problemalarsiz yetib olamiz deyishdi. Cho'kmasdan boramiz deyishdi. O'zi eslayman, bilasiz, darslar University Academy'da asosida 4 soatdan bo'ladi. 4 soat. 2 soat biz darsdan keyin Jasmine opa teacherimiz proyekt o'tib beradilar. Shu vaziyatda ham men har doim chiqqandan keyin aziz bilan o'zingiz borasiz deb sizga ishonardim. Haqiqatdan ham o'z isbotini topdi deydi-ku. Yaxshi. Aziz, masalan, o'qib yurgan davringizdagi va natijani olgandan keyin, ya'ni natijadan avval, umuman aytsa IELTS 8 dan avval va IELTS 8 dan keyingi emotsiyalar haqida bizga bir chuqur kirib bersangiz. Endi shu IELTSga tayyorlanib boshlagan paytimizdan shu imtihon kunigacha juda qattiq stressda yurdik, to'g'risi. Baribir xuddi shu yelkamizda ozroq gruz deydi, masalan, yoki qanaqadir og'irlik bor deb his qilardik. Lekin uni olgandan keyin qushdek yengil bo'ldik, to'g'risi. Chunki ham Xudoga shukr, rezultatlarimiz ham zo'r chiqdi. Va agar o'sha paytda boyagi tayyorlanib yurgan paytda stress, masalan, bosh og'riqqacha borib qolardi, chunki kuniga kamida 6-8 soat faqat ingliz tiliga ajratilardi. Uyga kelib, endi depressiya demayman-ku, lekin sal o'shanga o'xshash holatlar ham bo'ldi, chunki burning bo'ldi-da. Masalan, endi kuyib qolish demayman-ku, lekin sal bezish ham bo'ldi, to'g'risi. Chunki har kuni bir xil material, bir xil full listening, bir xil reading, writing uni ko'rgandan keyin hayot bir xil siklda bo'lib qoldi. O'sha narsa sal qiyin bo'ldi va даже o'sha real examga kirib chiqqandan keyin ham bizni bir kun keyin speaking test kutib turgandi. Shuning uchun hali ham real examdan keyin ham o'zimizni bo'sh qo'ya olmadik, chunki hali ishimiz oxirigacha bajarilmagandi. Va o'sha speakingga real examdan chiqqan kunimiz to'g'ri, masalan, Medinstitutda bo'ldi. To'g'ri chiqib Winners Academy'ga bordik va soat 4 dan kechqurun soat 1 gacha Maftin opa bilan tayyorlandik mana speakingga. Kechqurun soat 1 ga ketgansiz. Ha, soat 1 da o'sha hammamiz yig'ilib ketdik. Endi o'sha kuni to'g'risi real examni charchog'i bor edi va speakingga, lekin o'zimizda kuch topa oldik. O'sha hamma topshirganlar, chunki bilardik hali ishimiz oxirigacha yetmadi. Buni bajarib qo'yish uchun oxirgi qadam qoldi. O'sha oxirgi qadamni qattiq va chotki qo'yishimiz kerak edi. Shuning uchun Maftin opa ham o'zlari ham aytdilar, o'zimiz ham iltimos qildik. O'sha kuni maksimum hamma mavzularni ko'rib chiqishga harakat qildik va Xudoga shukr, keyingi kuni hamma tayyorlangan savollarimizdan tushdi. O'sha paytda haqiqatan ham boshqacha emotsiya bo'lganda, imtihondan kelishda bittadan marojniy yegandik, keyin srazi davaycha ovqatlanamizda, keyin o'tirib kechqurun bilan tayyorgarlik ko'ramiz deb shu kun kechqurun 1 gacha tugatib keyin ketgandik. Emotsiyalarni to'g'risi men ham hech qachon esimdan chiqara olmayman-ku. Memories bo'lib qolgandim. Memories. Anaqa unuta olmaydigan momentlardan bo'ldi, aniq. Menimcha bu bizga ancha yillardan keyin tipa nostalgiya bu baribir sog'intiradi-da bunaqa narsalar. U hayotdagi eng muhim narsa nima deb so'rashadi-da mendan. Aytaman-da, xotiralar. Xotiralar, memories to'g'ri. Birinchi o'rinda. Chunki shu tayyorgarlik ko'rib yurganimiz to'g'ri vaqtli bo'ldi, sal qiynaldik ham. Chunki shu aytib o'tganingizdek, kun bir xilda o'tardi, lekin bunga ko'nikkandan keyin avtomat rejimda davom etar ekan bu narsa. Faqat boshida ko'nikib olishga ozginagina diqqatli kerak, masalan,
rejim kerak. Rejimni o'shanga qo'yib olgandan keyin uncha qiyin bo'lmaydi. Lekin aniq qilib aytamanki, shu yilga tayyorlanib yurganimiz, shu siz ustozimiz bo'lganingiz, sizon kesib tashlaymiz lekin joyi. Siz ustozimiz bo'lganingiz, shu umrimizdagi eng yaxshi xotiralardan bo'ldi deb o'ylaymiz. Endi o'zimizni ham ustozimiz, ham o'sha qanaqadir sostav yig'ilganimiz juda masalan zo'r bo'ldi. Bu yil ayniqsa. Rahmat, kattakon rahmat. Menda ham eng zo'r o'quvchilardan dars bergansizlarda bu sostavni hech qachon unutolmasam kerak. Hammamiz bilan уже biz bitta oila bo'lib ketganmiz, bir-birimiz ustimizdan kulamiz, kerak joyda bir-birimizga yelkadosh bo'lamiz. Masalan, eslayman, shu ancha vaqtlardan beri tishim og'rib, hech vaqtim bo'lmay yurdi o'zi. Az bilan Umid oldiga kelib turib, ustoz, mana chetga o'tinglar, siz nima qilib yuribsiz, davaychi, o'zingizga qarang, boring, sog'lig'ingizga qarang deb shunaqangi tavsiyalar berib, prям xursand bo'lib ketganman-da. Misol uchun ustoz sifatida, opa sifatida shunchalik e'tibor berib, hurmat qilib, qadrlashlaringizni ko'rib juda ham xursand bo'lib ketganman. Haqiqatan bu narsani men ham unuta olmasam kerak. Haqlisiz chunki bunga. Rahmat. Endi hayot qanaqa o'zgardi? Boya aytdingiz, IELTSdan 8 dan avval bir xil aylanadi. Undan keyin tipa bo'sh bo'lib qoldingizmi? Endi to'g'risini aytsam, shu IELTSdan chiqqanimizdan keyin общий speakingni ham topshirib bo'ldik. Masalan, ikkita birinchi real exam, keyin speaking. 2 kun o'tdi va qanaqadir bo'shliq bo'lib qoldi. To'g'risi. Chunki 2 hafta bor, rezultatlarni kutishimiz kerak. Hali hech narsa aniq emas, kimniki necha. Prosta imtihon kirib chiqqanimizni bilamiz. Xudo xolasa endi Xudodan so'radik, yaxshiroq natija bersin deb. O'sha payti 2 haftada kun o'tmadi to'g'risi. Chunki u rezultatni o'ylab, masalan, ozgina yetmay qolgan bo'lsa-chi yoki savollarda xato yozib yuborgan bo'lsam, o'zidan ham so'radim. True false not given'da readingda birinchi 4 dan 5 ta savol true false not given edi. Endi real examda to'liq yozish kerakligini bilardim, lekin o'sha paytda bilmadim. Sal hayajon bo'ldimi? Birinchi harflarni yozib chiqqanman. Keyin esimga tushib qolgan, ertalab 6:30lardan tushib qolgan esimga, uxlayotganimda tushdi. Сразу Maftinopaga yozdim, Telegramlarga Maftinopa dedim. Bu bitta harf yozsam to'g'ri chiqadimi o'zi? Chunki ozgina bo'lsa ham uverенность bor edi boyaga, что to'g'ri o'sha 5 ta true false not ham topgan edimda. Endi to'g'risi alam qilardi agar shu to'g'ri topib turib ham xato yozganim uchun xato sanalishi javoblarni. Shuning uchun turganimdan сразу Maftinopaga yozdim, Maftinopa dedim. Bo'ladimi, shu true false not given sanaladimi, bitta harfdan bo'lsa ham dedi. Xursand qildilar. Sanaladi azizlar va salgina o'zim bo'sh qo'ydim. Lekin o'sha 2 hafta to'g'risi juda nima desam, umuman kun o'tmadi to'g'risi. Qanaqa qilib nima qilishni xohlasak ham baribir miyamizda bitta narsa turardi, natijamiz yaxshi chiqsin degan. U chunki undan hech jihatga qochib bo'lmaydi. Imtihon topshirib qo'yganmiz, xudo xolasa natijamiz zo'r bo'lishini kutar degan. Aziz, mana IELTS 8 dan keyin shaxsiy hayotda qanaqa o'zgarishlar, qanaqa imkoniyatlar paydo bo'ldi? Endi to'g'risini aytsam, IELTS olganimizdan keyin, natijamiz chiqqandan keyin сразу institutimizga olib borib, masalan, dekanatimizga topshirdik. Mana shu Xudoga shukr, birinchi 8 bo'ldi bizning institutimizda ham. Va o'shdagilar aytishdiki, что bu juda katta imkoniyatlar olib keladi, opportunities, facilities birinchi o'rinda. Chunki bizning akademiya chetki davlatlar bilan kontaktda va Pokiston, Hindiston, shunga o'xshash har xil davlatlarga IELTS bo'lsa chiqish osonroq. Chunki ko'proq baribir imkoniyat bo'ladi yoki chiqishga. Bo'lgan IELTS bor va bo'lmagan o'quvchining orasida baribir ko'proq prioritet IELTS bor o'quvchiga qaratiladi. Chunki har bir masalan developed countrylarda, masalan rivojlangan davlatlarda ko'plab meditsinaga oid konferensiyalar, darslar, masalan ilmiy darajalar hammasi ingliz tilida. Chunki bekorga international language deyilmaydi. Va shuning uchun bu o'ylaymanki juda katta boost berdi. Birinchi o'rinda o'qishimga. Chunki shuni orqasidan chetga chiqib, masalan, xalqaro konferensiyalarda уже полностью tushunib va o'sha protsessga kirishim osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Demak, xalq darsi Xudo xolasa, buni imkoniyatlari juda ham cheksiz. Timolik tibbiyot sohasida.
Endi odatlarga qiziqyapmanda, уже siz ko'rib qolgansiz, misol uchun rejim bilan ishlashda, dars qilishda, уже topshirib bo'lganingizdan keyin, natija olganingizdan keyin o'zingiz bilmagan holatda qanaqa odatlar shakllanib qoldi? Endi to'g'risini aytsam, o'sha tayyorlanib yurgan paytimiz biz iloji boricha ertaroq birga iloji boricha ertaroq ko'rishishga harakat qilardik. O'sha tayyorlanib yurgan bolalar, qizlar bilan va o'shanda o'zim uchun tayyorlanib yurgan paytimiz rejim tuzib chiqqandim. Kamida ertalab 6 da turish. Va topshirib bo'lgandan keyin o'ylardim, o'zimni erkin his qilib, masalan 9-10 largacha ertalab uxlashni reja qilardim. Lekin shu topshirib bo'lganimizdan keyin, natijamiz chiqqandan keyin ham ba'zida shu 6 larda uyg'onib, xuddi turib, narsalarni yig'ib, уже eshikdan chiqib ketayotgan paytim tushunib qolardim, уже tugadi-ku. Уже natijamiz ham chiqdi, Xudoga shukr. IELTS'larni ham topshirib oldik. Keyin o'tirib ozroq o'ylab qolardim. Rostdan ham sog'inar ekanman shu paytlarni. Chunki baribir qanaqadir barakasi bor ekan o'sha narsani. To'g'ri o'sha payti qiynalib yomon ko'rgan bo'lishimiz ham mumkin. Erta turish, o'sha biron joyga borish uncha ertalab. Lekin qachon tugaydi deb to'g'risi xuddi qiynalgandek aniq qilardik, lekin topshirib bo'lgandan keyin tushunib yetdimki, u momentlarni qaytarish qiyin ekan, qaytarish iloji yo'q. Shuning uchun hamma narsani boricha, masalan, protsessda o'sha payti qadrlash kerakligini tushunib yetdim. Va o'shanda sizga rosa ko'p savol berdim, aslında tugadimi rostdan ham. Bo'ldi, boshqa so'ramaysizmi bizdan hech narsa, boshqa nimaga darsga kech keldinglar demaysizmi, urushmaysizmi boshqa darsda, masalan, dars qilib kelmasak. Ezilib ketganda shu payt tugadimi desa, men uchun ham tipa tugashni xohlamasdik-da. Yo'q, umuman. O'sha paytlari endi o'qib yurgan paytimiz bu bilinmagan umuman. Oddiy borardik darsga, kelardik uyga. U xuddi shundan ham bo'lish kerak deb tushunardik. Lekin bu narsadan уже o'tgandan keyin ozroq eslab ko'rsak, o'sha vaziyatlar eng baxtli vaziyatlardan bittasi bo'lgan. Chunki baribir atmosfera, aura, o'zimizni darsxona shu Winnersda u boshqacha edi. Uni so'z bilan to'g'risi tushuntirib berish qiyin. Takrorlanmas bo'lgan. Chunki endi to'g'risini aytsam, Winnersgacha bir ikkita o'quv markazlariga borib ko'rganmiz. O'sha Timur o'rtog'im bilan keluvdik, esingizda bo'lsa, birinchi kun o'sha Winnersga kirguncha 2-3 ta boshqa o'quv markazlariga ham kirib ko'rdik. To'g'risi uncha o'zi atmosferadan odam his qilar ekan, to'g'risi. Birinchi darsda o'tirganmiz, boshqa markazlarda ham, sizlarnikida. O'sha 3 ta markazda o'tirdik, uyga borib taqqosladik. Timur dedim, nima, qaysi? Winnersda, shu Winnersda bo'lmang. Bitta yana qiziqarli voqea bor. O'sha birinchi darsda o'tirimiz, endi bilmaymiz gaplashish mumkin emasligini. O'tirimiz, boshqalardan savol-javob qilib yuribdilar, Maftin opa. O'tirib nimadir so'radim Timurdan. O'zimiz kulib gaplashib o'tirimiz. Shuni qaradilar, akalar dedi, umuman farq qilmaydi. Shuni o'tirib chiqib ketaverasizlar yoki turasizlar hozir dars oxirigacha dedilar. O'sha payti qattiqqo'lligini sezganmiz, Maftin opaning qattiqqo'lliklarini sezganmizni. Uyga borganda o'sha faktorni ham biz rosa kerakli faktor deb hisoblaganmiz, chunki qattiqqo'llik bor joyda, qattiqqo'llik, nazorat qattiq bo'ladigan joyda natijalar yaxshi bo'lishini ko'rib kelganmiz narsalar. Va shuning uchun ham Winners tanlashimiz eng katta key factor desa ham bo'ladi, shu narsa bo'lgan. Tartib, intizom va qattiqqo'llik. O'sha shu 3 ta narsa bilan katta natijalarga erishsa bo'ladi. Aziz, demak, hozir tengdoshlaringizga qisqacha qilib umumiy xulosalaringiz va qisqacha qilib nima maslahatlar bera olasiz? Birinchi o'rinda motivatsiya izlamaslik kerak. Hech narsada o'sha motivatsiyaning o'rniga disiplinani qo'yib olsak, ham osonroq bo'ladi, ham uni ko'proq vaqtga yetkazishsa bo'ladi. Chunki motivatsiya bu keladigan, ketadigan narsa. Bu masalan, bugun ertalab bor, kechga yo'q bo'lishi mumkin. Bir sekundlik narsa. Shunaqa, lekin qachonki disiplinani yo'lga qo'yib, to'g'ri, boshida qiyin bo'ladi u disiplina, chunki oson narsa emas. Etilishi oson, ko'rinishi ham oson bo'lishi mumkin. Lekin uni qachonki avtomat rejimida qo'yib olguncha ozroq qiyinchilik bo'ladi. Lekin uni qo'yib olgandan keyin odam o'sha protsessdan ham mazza qiladi, chunki disiplina bo'lgan joyda har doim birinchi o'rinda rezultat, natijalar zo'r bo'ladi. Chunki disiplina qo'yildi, maqsad bor, aniq va o'shaning uchun odam qo'ldan kelgan narsani qiladi, effortslar juda kuchli bo'ladi, bo'layman.
Kattakon rahmat. Mana do'stlar, podkastimiz yakuniga yetmoqda. Aziz, sizni keyingi ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat, O'qishlaringizda, kattakon. ishlaringizga. Biz boya aytganingizdek, unutilmas bir ajoyib bir lahzalar boshdan kechirdik. Bu jarayonni o'sha guruhdagi o'quvchilar hech qachon menimcha Yo'q, unutolmaymiz. unutolmaymiz. Hech qachon bu umuman takrorlanmas bir jarayonlardan bittasi bo'ldi. Hamma yuragida. Hammamiz uchun bir chiroyli bir yo'l bo'ldi desak adashmagan bo'lardik. Уже mana shu yo'lni oxiriga yetib qoldik. Mana bugun sizni kuzatamiz shu bilan. Hammasi tugaydimi deydi. Hammasi tugadimi? No, tugamaydi. Har doim Xohlasa, ha. bo'lib turib, nasib xudo xolasa sizni Minurs Academy jamoasida kutib qolamiz. Xudo Nasib xohlasa. bo'lsa. Mana уже qanaqangidir men uchun bir tasvirlab berish qiyin bo'lyapti, chunki hozir emotsiyalarga boy bo'lib turibman. Endi уже tugayapti, yakuniga yetyapti. Nasib xudo xolasa sizni mana shu ishlaringizga, o'qishlaringizga Minurs Academy jamoasi nomidan ham, men ustozingiz nomidan ham har doim omad tilab qolamiz. Biz har doim sizlar uchun duodamiz. Nasib xudo xolasa har doim sizlar uchun tayyor turamizda. Hech qachon eslaringizdan chiqmasin. Doim olg'a yurishda davom etaveringizlar. Biz sizlarday shogirdlarimiz borligidan chin dilimizdan faxrlanamiz. Rahmat kattakon. Biz ham to'g'risi juda shu 7 oy tayyorgarlik mobaynida o'zimiz masalan coworking zonada tayyorlangan paytimiz ham juda sizni ko'p eslardik, qattiqqo'llik anaqalaringizni va faxrlanardik to'g'risi. O'zimiz o'sha komanda ham siz uchun ham harakat qildik desam bo'ladi, o'sha natijaga yetish uchun. Ishonch uchun. Ishonch uchun. Rahmat kattakon. Aziz do'stlar, aziz kuzatuvchilar, hozirni o'zida, hoziroq mana shu podkastda olgan insightlaringizni chiroyli tarzda kommentariyaga yozib qoldirsangiz, eng chiroyli insight olib turib yozgan o'quvchiga, umuman ishtirokchiga, kuzatuvchiga bizning ikkita kitobimiz sovg'a qilinadi. Bularning biri Atomic Habits va ikkinchisi Mindset kitobi ingliz tilida taqdim qilinadi. Shuning uchun hozirgina yozib qo'ying, tezroq. To'g'rimi? Bo'ling, tezroq yozing. Yozib qo'ying, kitob olasiz. Aziz kuzatuvchilar, podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi sonlarda ko'rishguncha. Bye guys. Kommentariya yozib qo'yinglar, bo'ylar. Reysimiz nechida edi? Kechikmadikmi? Yarim soat bor. Yarim soat. Ketdik, birinchi obed qilaylik. Albatta qilamiz.